Assalomu alaykum. Mana bugun xudo xolasa Windowsni bosishdan oldin BIOSni qisqacha tanishib o'tamiz. BIOS degan platani o'zining alohida sistemasi bor, ya'ni Windows operatsion sistemalariga o'xshagan BIOS degan operatsion sistemasi bor. BIOSdagi ayrim nastroykalarni to'g'irlash uchun kerak bo'ladi. Xo'p, bu uchun biz kompyuterni o'chirishimiz kerak. Перезагрузка bersak ham bo'ladi. Mana hozir перезагрузка bo'ladi. BIOSga kirish uchun platani turiga qaraladi. F2 delete bosilishi mumkin, F2 ni o'zi bosilishi mumkin, delete ni o'zi bosilishi mumkin yoki-da escape bosilishi mumkin. Shu 3 ta klaviatura orqali mana o'zi yozadi yonayotgan paytda. F2 delete alohida o'zi ko'rsatadi. Xo'p, mana bizda BIOS, UEFI BIOS utility deb yozib qo'ygan. Mana Asus platam shunaqa. Platani turlariga qarab BIOS ko'rinishlari har xil bo'lishi mumkin, lekin asoslari bir xil bo'ladi. Xo'p, menda hozirgi holati bu expert rejimda emas hozir, ya'ni biz expert rejimiga, ya'ni yaxshiroq, professionalroq ishlashimiz uchun qulayroq qilib ekranda joylashuvlarini, menyularini boshqacharoq qilib olishimiz kerak. Xo'p, mana bu yerda qisqacha ma'lumotlar berilgan. Bu yerda biz o'zimiz nastroykalarni o'zgartira olmaymiz. Biz expert rejimiga o'tish uchun mana advanced mode F7 deyapti. Xo'p, mana shu yerga kirishimiz kerak. Ba'zi platalarda shunaqa okno chiqadi, ya'ni advanced bo'limidan tashqari manaqangi yengil ma'lumotlarni ko'rsatadigan qanaqadir bo'lim chiqadi. Shunaqa informatsiya yetkazadigan bo'lim chiqadi. Mana information deyapti. Xo'p, ba'zi platalar avtomatik birdaniga advanced bo'limida yonadi. Sizlarni bu kompyuterlar qanaqa, ya'ni kompyuter deganda platalar qanaqaligiga qarab turib o'zi ko'rsatadi. Bu yerda asosan mana kullerda fan profile deyapti. Fan bu kullerda tezlik darajasi. Bu yerda mana CPU temperature deyapti. CPU temperature deyiladi ingliz tilida. Bu CPU degani toshimiz. Central process degani central process, ya'ni markaziy toshimiz, ya'ni mikroprosessorimiz gradusini, temperaturasini ko'rsatyapti. Bu yerda asosan ma'lumotlar, SATA information deyapti. Mana ulangan vintlarimizni ko'rsatyapti. Pinni 240 GB li bitta SSD vintim bor. Keyin Toshiba vintim bor, 4 TB li. Shu vintimni ko'rsatyapti. CPU fan, ya'ni CPU fandan nimasini ko'rdik. Fan bu cooler bo'lsa, CPU toshni coolerini ko'rsatyapti. Xo'p, bu yerda mana boot priority bor. Bu yerda BIOSda shunaqa boot menu degan narsasi bo'ladi. Boot degani bu vint ham kiradi, flashga ulasangiz flashga ham kiradi, SSD yoki DVD rider, SSD vintlar, DVD riderlar, flashkalar shu yerdan ko'rinadi. Boot menu degani shunaqa, boot bor, boot degani shunaqa. Xo'p, bu nima uchun yordam beradi? Misol yonayotgan paytda siz Windows bosilgan vintiz orqali yonishi mumkin yoki flashka, uстановка bosayotganingizda flashka orqali yonishi mumkin kompyuteringiz. Shu ichidagi ma'lumoti bilan birga yonadi. Shu boot menu shunga kerak bo'ladi. Qaysi biri bilan birinchi yonsin? Agar siz diskdan Windows bosayotgan bo'lsangiz, mana boot menuga kirasiz. Mana bu yerda boot menu F8 knopkasida kiriladi. Yonayotgan paytda F8 ni bosib tursangiz boot menuga kiradi. Siz u yerdan o'zingizga kerakli bootni, ya'ni BUU mana yozilgan, menda ingliz tilida boot deyiladi. Shu bootni tanlab turib, flashka yoki DVD disk yoki bir vintiz orqali zagruzka bersangiz, zagruzka shundan ketadi va o'zingiz xohlagan ishingizni bajarishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana yana garachli klavishalarga bo'lingan BIOSimizda har xil garachli klavishalar bor. F5, F10, F7. F5 da default deb qo'ygan. Bu agar buni bossak, o'zgartirilgan narsalar, misol uchun siz mana yangi plata yangi zavoddan chiqqanida standart holatida nastroyka qilinadi. Xo'p, agar siz uni olganingizdan keyin, ishlatganingizdan keyin uni ichida BIOSda nastroykalarni o'zgartirsangiz, siz u standart holatdagi nastroykalarni o'zgartirasiz. Endi uni asl holatiga, standart holatiga qaytarish uchun default komandasini bosishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni F5 ni bossangiz standart holatiga nastroykalari tushadi. Save and exit bu ham saqlanib qiladi, ham chiqib ketadi BIOSdan. BIOS sistemasidan chiqib ketadi. Eski BIOSlarda mana mishka bo'lmasida, umuman mishka ishlamasida, hozirgi yangi BIOSlar sistemasida mishkani ham ishlatsangiz bo'lardi, klaviaturani ham ishlatsangiz bo'lardi. Eski BIOSlarda faqat klaviatura orqali boshqarardingiz. Xo'p.
Endi biz advanced bo'limi bilan tanishamiz. Advanced mode degan bo'limiga bitta kirsak, xo'p, bu yerdan mana bizda asosiy bo'limlarimiz bor. Xo'p, bu yerda bizda asosiy bo'limlarimiz bor. Bu bo'lim hamma platalarda asosiy standart holatlarini ko'rsatib o'taman. Ya'ni asosi bir xil bo'ladi. Misol uchun main hamma platada bo'ladi. Ko'p advanced bo'limi bo'ladi. Monitor bo'limi ko'pida bo'ladi, ba'zilarida bo'lmasligi mumkin, lekin boot, advanced, main va exit bo'limlari deyarli barcha platalarda bo'ladi. Ba'zi bir AI tweakerlar, toollar, monitorlar ba'zida bo'lib bo'lmasligi mumkin. Lekin mana shu mainlar bo'ladi. Xo'p, bizda mana main bu yerda asosan informatsiya bo'ladi. Mana BIOS information deyapti. Mana BIOS informationda BIOS versiyalari, qachon nimalar bo'lganlari, bizda endi kerakli joylari, mana biz BIOS tilini tanlashimiz kerak bo'ladi. Mana ingliz tili, rus tili, koreys tili, o'zingizga qolganingiz qulayini tanlab turib nima qilsangiz bo'ladi. Keyin AI Tweaker, bu yerda ham bizga unchalik kerakli narsa yo'q. Ba'zi bir joylarda biz o'zgartirishimiz kerak joylar bo'lib qoladi. Windows bosayotganda yoki Mac OS bosayotganda yoki ba'zi bir holatlarda kerak bo'ladi. Atak bizga uncha ko'p kerak bo'lmaydi. Keyingisi boot menu. Fast boot menu. Fast boot menu yoqib turish kerak bo'ladi. Xo'p, boot configurationga kirsak, bu yerda ya'ni shu ulangan vintlarimiz, DVD riderlarimiz va shunga o'xshagan narsalarimizni nastroykalar turadi. Bu yerda o'zi bizga kerak narsa yo'q, mana standart holatda turgani yaxshi. Xo'p, secure bootga kirsak, bu yerda mana OS type deyapti. Ya'ni operatsion sistemani turini tanlab qo'y deyapti. Agar biz Windows UEFI mod qilib qo'ysak, faqatgina Windowsni o'zini bosa olamiz. Other OS qilsak, boshqa sistemalarda ham bosish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Xo'p, bu yerdan chiqamiz. Xo'p, keyin mana boot option katakcha bir qilib qo'ygan. Endi mana sizga boot menyuni tushuntirdim nimaligini. Ketma-ketlikda qaysidir boot orqali biz загрузка qilishimiz kerak. Ya'ni Vint orqali, flashka yoki DVD rider orqali загрузка qilyapmiz. Mana shu narsani misol o'zimiz misol uchun F8 ni bosib turib yonayotgan paytda keyin tanlamasdan avtomatik kiradigan qilsak bo'ladi mana. Birinchi qaysi Vint orqali загрузка bo'lsin degan savol daqa gap bo'ladi. Ya'ni bu yerdan biz agarda biz flashkani tanlab qo'ysak, kompyuter bitta o'chirib yongandan keyin yoqqandan keyin flashka orqali avtomatik загрузка bo'lib ketaveradi agar biz flashkani bu yerdan tanlab qo'ysak. Xo'p, keyin mana boot override deyapti. Bu yerda bor bootlarimizni ko'rsatyapti. Agar biz uni 2 marta ustiga bossak, shu boot orqali загрузка ham bo'lib ketadi. Ya'ni boot menyuga o'xshab. 2 marta ustiga bossa, shu Vint orqali загрузка ketadi. Xo'p, keyingisi bu yerdan tool bo'limidan bizga kerakli narsa yo'q. Bular standart holatda turgani yaxshi, bir ortiqcha kerakli joy bo'lmaydi. Xo'p, exit bo'limi bizga kerak. Yana exit bo'limi load optimize defaults. Mana esingizda bo'lsa, boshlanishida F5 da komandasini ko'rsatdim. Defaults bo'limi mana bu ham load optimize defaults. Mana eski birinchi yangi chiqqanda, zavoddan chiqqanda standart holatdagi BIOS sistemasiga qaytaradi. Save changes and reset. Bu F10 knopkasi orqali bajariladigan komanda. Ya'ni o'zgarishlarni saqlanib qiladi va перезагрузка beradi. Discard changes and exit. Xo'p, mana siz bitta o'zgartirishlarni kiritdingizda, endi u o'zgarishlar sizga kerak emasligini bilib qoldingiz. Shu o'zgarishlarni discard qilib olasiz, ya'ni admin qilib olasiz va exit qiladi. Agar discard changes and exit qilsangiz, o'zgartirgan narsalaringizni admin qiladi-da, keyin chiqib ketadi BIOSdan. Xo'p, keyin boshqa bizga bu yerdan kerakli narsa yo'q. Xo'p, BIOS bo'yicha darslarimiz shulardan iborat edi. Sizning platangiz qanaqaligiga qarab, o'zingiz moslab olishingiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimiz tugadi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.